Avtobuslar taksiga o'xshab xohlagan joyda to'xtashi mumkin emas. Shahar bo'ylab qatnovchi avtobuslarga faqatgina bekatlarda odam olishga va tushirishga ruxsat beriladi. Jizzaxliklar uchun yana bir foydali kontent. Obuna bo'ling. Ko'p guvohi bo'lamiz shahar bo'ylab avtobuslar yo'l-yo'lakay to'xtab odam olayotganini. Bunga asosiy sabab yo'lovchi qo'l ko'targanda haydovchi odamgarchilik yuzasidan to'xtaydi. Endi nazoratchilar tomonidan avtobuslarning bekatlarga to'xtashi nazoratga olinadi. Nafaqat haydovchilar, shu bilan birga yo'lovchilarning ham to'lov qilib borishi nazorat qilinadi. Chunki to'lovni amalga oshirmasdan qochib qolayotgan yo'lovchilar ham uchramoqda. Yo'lovchilar diqqatiga, yo'l kira uchun naqd to'lov qilganingizda albatta chek oling. Haydovchi chek berishga majbur. Yana bir eslatma, agar avtobusdagi validator ishlamayotgan bo'lsa yoki atayin o'chirib qo'yilgan bo'lsa, to'lov qilmaslikka 100% haqlisiz. Shunday holatlar yuz bersa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Kimlar avtobusda mutlaqo bepul yura oladi? Urush va mehnat faxriylari, birinchi va ikkinchi guruh nogironlari, 7 yoshgacha bo'lgan bolalar faqat metrga ko'rsatilgan holatda. Shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni bilib borish uchun Jizzaxjon sahifasiga obuna bo'ling.